Bu savol DTMda bor. Savolda ikkita son 18 va 32 ni e kubi va e kukini ko'paytmasini ildizdan chiqarish so'ralgan. Ko'pchilik nima qiladi? Ko'pchilik 32 bilan 18 ni e kubini topadi, e kukini topadi, ularni ko'paytiradi, undan keyin ildizdan chiqarishga harakat qiladi. Biz boshqa yo'l tutamiz, qaranglar. Osonroq yo'li bor. Nima qilamiz? Bitta xossa bor e kub va e kukda. U xossa nima deydi? Ikki sonni e kubi va e kukini ko'paytmasi bu sonlarni ko'paytmasiga teng deydi. Bu 5-sinfda ham bor hattoki. Demak, nima qilamiz? E kub va e kuk ko'paytmasini o'rniga shu sonlarni ko'paytmasini yozamiz. 18 ko'paytiruv 32. Endi bularni ildizdan chiqarish uchun oddiy ko'paytirmaymiz. Aksincha ko'paytuvchiga ajratamiz. Qarang. 18 ni ajrataman, 2 ko'paytiruv 9. 32 ni ajratamiz, 2 ko'paytiruv 16. Ildizdan chiqarganimizda 9 dan 3 chiqaramiz, 16 dan 4 ni chiqaramiz va 2 ta 2 4 bo'ladi, 4 dan yana 2 chiqadi. Natijada ko'paytma qoladi. 3 ko'paytiruv 4 imiz 12, 12 ni 2 ko'paytiramiz, 24 chiqadi. DTM savollarini oson yo'llar bilan ishlashni o'rganmoqchi bo'lganlar uchun DTM onlayn kurs tashkil qildim. Profildagi link orqali ro'yxatdan o'tsanglar bo'ladi.